Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xudo xohlasa Surxondaryo Archazor Angor dedik, Angor tumani yuk ortish jarayoni. Karomlarni ortamiz. Bular xaladeniga kiradi, keyin sovutib, keyin ortiladi. Hozir sovutilganlari ichkariga shularni ortiladi. Gulkaram deyishadi bu. Gulkaram. Xaladeniga tushish jarayoni. Xaladeniga sovutilgandan keyin Instagramga ketdim. dehqonlar bunaqa qilib olib keladigan mana gulkaram. Juda chiroyli taklid ekan. Inshaalloh. Juda chiroyli. Xudo xolasa mana yuklash jarayoni boshlashdi inshaalloh. Boshladilar unda xohlasa. Hammalari quvvat bersin. Gulkaram ortilyapti hozir. Asartment bilan sovutilgan. Bu bizga emas lekin. Bo'lmaydi qarziga. Qayda ham ko'rsatdi. Yana rождение ham bor. Qizlarga yetibda. Xudo xolasa mana ortish jarayoni juda zo'r bo'lyapti. Har xil assortiment. Aytga bitta kam ekan. Kimdir olgan shekilli. Bitta shetdan qo'yib qo'ygan. Sovutilgan tayyor. Gradus 28 o. Bak. Atın akşama patlı. Katta xaladeniyda plus 2 gradusga qo'yilgan. Hozir karamning ichidagi holati bilan Şu 6 gradus, şu yarım. Tashqaridagi poygoda bilan shuni hisobiga kecha o'ynab turibdi. Shu 5. Shu yarim gradusga tushibdi. Vallahi azartini bosinga shuni Gulkaram o'lchayapmiz hozir holatini.
chiqar ekan meniki. Yo'lchi. Patron holda yo'qmi? Abi. Alo. Yani abdeki daftarda bu. Beramiz. Lekin taxtaday oppoq bo'ladi ekan. Chiroyli. Mana hozir shu jarayoni. Lekin bu yuzlarimda juda sekin tushar ekan. Askada. Nariga kelganda tez tushyapti ro'da gradus. Kech soviydi shekilli. Brokoli. Brokoli nechiga qo'yilgan gradus? 2 ga qo'yilgan. Bu ham 2 ga qo'yilgan ekan gradus pulsovoyga. Hozircha 4 gradus 3.9 bu ham tushib boryapti. Bu ochiqda ana qog'ozda tushmaydi-da. Ikkalam qog'oz. Ikkiga qo'yilgan ekan bu. Qachon kirgan bu brokoli? Qalay? Ha, bu yerdan. Shu Kecha kirdim. kimlar kirgan? Yo'q, qancha bo'ldi? Qancha soat bo'ldi? Bir sutka bo'ldimi? Yaqin bir sutka bo'ldi. Bir sutkada shu. Ikkiga qo'yilgan, lekin gradus solgan bu yerda. Qalada neda? Bu 208 ko'rsatyapti hozir mana bu yog'iga o'tmadi. Mana 2.2 qo'yilgan. Endi bu yaqin hozir yangi kirilyapti endi. Ichkariga olib kirilyapti. 208. Shunda to'xtadi mana. Bu yog'iga ketmadi. Lekin yaxshi shu 208 bo'lsa ham bizni reyximizga nagruska bo'lmaydi, sirali rejimga oladi, xudo xolasa. Shu bilan ketiladi. Poliyadan chiqqan karamni o'lchab ko'raylik. Hozir tashqarida gradus 24 yarim. Bir kilo minus bor, hammasi minus bor. Tashqaridan ham bola chiqarishi kerak. Gradus. Permoy poliyadan kelgan karam. Poliyadan ortib. 25.9 da qotdi. Permoy poliyadan ortilgan. Qachon kelasiz? Layko. Chiqib qo'yadi. Necha ekan? Tushyapti. Lekin tez tushadi, qarab tushmaydi-da. Yo'q, bu yerdan oldim hozir. Lekin tez tushadi. Hozir buni suvda yuvilganmi bu? Yuvilganmi bu? Qizilcha bo'lib ko'rmadi, qizilchada kamida 36.
Yo'q, unaqa emas. Buni yaxlab nima qilyapsizmi yo'qmi? Yo'qlatilyapti. Ha? Qalindagi qo'yib olyapsizmi? Mana xudo xohlasa. Ishlarimiz ham to'ldi. Inshaalloh. Oxirini mahkamlashyapti. Bo'ldimi? Orqa bo'lishdi, orqasini bekityapmiz. Xudo xohlasa mana bo'ldi. Berkitdingmi? Yorim qancha payt o'shaga qoldi? Mana xudo xohlasa yuklarimiz ortildi. Bo'ldi. Dokument, xudo xohlasa dokument tayyor bo'lsa. Ichidagi issiqligi 10 gradus ekan. Hozir biz 9 ga qo'ydik. 1 gradus pastlarda 1 gradus pastlatamiz, bo'lmasa rastlovkasi uzoq qoladi. Asta sekinlikdan sovutilgan yuk tushirib olamiz. Surxondaryo Archazor Angor